Assalomu alaykum do'stlar. Pul manbai YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda yangi Amerika Pro o'zbekcha saytidan pul ishlaymiz. Video yoqsa like bosing hamda kanalga obuna bo'ling. Boshladik. Birinchi bo'lib Amerika Pro saytidan qanday ro'yxatdan o'tishni ko'rsataman. Ro'yxatdan o'tish uchun telefon raqam yoki elektron pochta manzili kiritishingiz mumkin. Yuqoridan tanlab olasiz va kiritasiz. Avvalambor hisob yaratish bo'limiga o'tib olish zarur. O'tib olgach, birinchi qatorga telefon raqam, ikkinchi qatorga kuchliroq parol yozasiz, uchinchi qatorga o'sha parolni takrorlab yozasiz. So'nggi qatorga esa mening taklif kodim yozilgan bo'ladi. Agar mening havolamdan o'tgan bo'lsangiz, bu sizga 13 ming so'm bonus beradi va so'ngida ro'yxatdan o'tish tugmasini bosib, muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tish mumkin. Hisobingizga kirish uchun esa login hamda parolingizdan foydalanib kirishingiz mumkin. Hisobim bor tugmasini bosgan holda ko'rib turganingizdek osongina kirib oldik. Ana endi sizga sayt haqida tushuncha bersam. Ushbu saytda asosan depozit qilib, turli AI strategiyalarga pul kiritib, kunlik daromad olsa bo'ladi. AI appi bo'lgani uchun boshqa platformalardan farq qiladi. Bank kartasi yordamida hisobni qanday to'ldirish mumkin? Birinchi, to'ldirish tugmasini bosing. Ikkinchi, bank kartasini to'ldirishni tanlang. Uchinchi, bank kartangizni tanlang. To'rtinchi, to'ldirish miqdorini kiriting. Beshinchi, keyingi tugmasini bosing. Oltinchi, platformada ko'rsatilgan bank karta raqamini nusxalang. So'ngra mobil bank ilovangizga kiring va platformada ko'rsatilgan karta raqamiga mos keladigan miqdorni to'lang. Yettinchi, muvaffaqiyatli to'lovdan so'ng to'lovning skrinshotini yuklang. Sakkizinchi, bajarildi tugmasini bosing, keyin bir necha daqiqa kuting. Minimal to'ldirish miqdori 130 ming so'm. Platformadagi karta raqamlari tasodifiy tanlanganligi sababli har safar yangi to'ldirish buyurtmasini boshlang. Hisobni to'ldirish buyurtmasini olish uchun iltimos, amallarni bajaring. Ameo Pro platformasi orqali aqlli AI savdo tizimiga sarmoya kiritib, har kuni barqaror daromad oling. Birinchi darajali AI tizim. Sarmoya miqdori 130 mingdan 1 million 287 minggacha. UZS. Kunlik daromad. Sarmoyaning 3%. Ikkinchi darajali AI tizim. Sarmoya miqdori 1 million 300 mingdan 2 million 587 minggacha. UZS. Kunlik daromad. Sarmoyaning 3,5%. 3 darajali AI tizim. Sarmoya miqdori 2 million 600 mingdan 6 million 487 minggacha. UZS. Kunlik daromad. Sarmoyaning 4%. 4 darajali AI tizim. Sarmoya miqdori 6 million 500 mingdan 12 million 987 minggacha. UZS. Kunlik daromad. Sarmoyaning 4,5%. 5 darajali AI tizim. Sarmoya miqdori 13 milliondan 25 million 987 minggacha. UZS. Kunlik daromad. Sarmoyaning 5%. Daromad haqida. 24 soatdan so'ng sizning asosiy mablag'ingiz va foydangiz avtomatik ravishda hisobingiz balansiga qaytariladi. Siz mablag'ni yechib olishingiz yoki uni qayta investitsiya qilib, murakkab foiz ustiga foiz orqali daromadingizni yanada oshirishingiz mumkin. Ameo Pro platformasi orqali qanday daromad olish mumkin? Birinchi, aqlli savdo tizimiga sarmoya kiritish. Ameo Pro platformasidagi aqlli savdo tizimiga sarmoya kiriting va har 24 soatda daromad oling. 24 soatdan so'ng sizning asosiy mablag'ingiz va foydangiz hisobingiz balansiga avtomatik tarzda tushadi. Siz mablag'ni yechib olishingiz yoki qayta investitsiya qilib daromadingizni oshirishingiz mumkin. Har kuni bir marta investitsiya qilish mumkin. Ikkinchi, taklif, referral mukofoti. Shaxsiy taklif havolangiz orqali do'stlaringizni ro'yxatdan o'tishga va investitsiya qilishga taklif qiling. Do'stingiz birinchi marta investitsiya qilgandan so'ng siz 10% komissiya olasiz. Uchinchi, jamoa daromadi. Ko'p bosqichli komissiya. Siz jamoangiz a'zolarining kunlik daromadidan ham foiz olishingiz mumkin.
Birinchi daraja to'g'ridan to'g'ri taklif 15%. Ikkinchi daraja 3%. Uchinchi daraja 2%. Do'stlarni qanday taklif qilish mumkin? Referral havolangizni toping. Referral havolangizni do'stlaringizga yuboring. Do'stlaringiz ro'yxatdan o'tish uchun referral havolangizni bosishlarini so'rang. Do'stingiz birinchi depozitini amalga oshirganda, siz 10% referral komissiyasini olasiz. Komissiya avtomatik ravishda hisobingiz balansiga o'tkaziladi. Jamoaning kunlik daromadi haqida. Siz har bir jamoa a'zosining kunlik daromadining foizini olasiz. Birinchi daraja 15%, ikkinchi daraja 3%, uchinchi daraja 2%. Jamoa daromadi bu kompaniya tomonidan jamoa rahbarlariga taqdim etiladigan imtiyoz bo'lib, jamoa a'zolarining investitsiya daromadiga ta'sir qilmaydi. Ko'p odamlar aralash foiz nima ekanligini tushunishmaydi. Shuning uchun sizga oddiy misol keltiray. Agar siz 130 ming so'm investitsiya qilsangiz va u avtomatik ravishda sun'iy intellekt tizimi orqali investitsiya qilinsa, birinchi kun 133.900, ikkinchi kun 137.917, uchinchi kun 142.050, beshinchi kun 146.317, beshinchi kun 150.700, 6 kun 155.228 kun 159.880, 5 kun 164.680, ikkinchi kun 169.622 kun, 10 kun 174.711, 11 kun 179.952, 12 kun 185.351, 12 kun 174.711, 11 kun 179.952, 12 kun 185.351, 13 kun 199.111, 14 kun 196.638, 15 kun 202.537, 16 kun 208.613, 17 kun 214.872, 18 kun 221.318, 159.880, 5 kun 164.680, ikkinchi kun 169.622 kun, 10 kun 174.711, 11 kun 179.952, 12 kun 185.351, 12 kun 174.711, 11 kun 179.952, 12 kun 185.351, 13 kun 199.111, 14 kun 196.638, 15 kun 202.537, 16 kun 208.613, 17 kun 214.872, 18 kun 221.318,